Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun 12 aprel sanasi arilarimiz rosa bo'linishga tayyor bo'lib qoldi. Hozir arilarimiz 8, 10, 11 ramka atrofida o'tiribdi. Mana 4, 8 ramka o'rtacha. Bundan kuchlilari ham bor. Shu o'rtacha 8, 10 ramka. Arilarni bo'lishga tayyor bo'lib qoldi, lekin ozgina bo'lishga men shoshilganim yo'q. Chunki bularga bir 20chilarga atrofida bo'lib, ungacha mini nukleusda tayyor urchigan onalar bo'ladi. O'shalardan qo'yib oson qutulaman. Har yili men oilalar bo'lishda qiladigan usulim shunaqa. Endi hammada har xil, lekin asalari oilalarini bo'lish. Endi bu ham bitta usuli. Tayyor onani, urchigan onani qo'yilganda oila tezroq qabul qiladi, keyin tez ishga tushib ketadi. O'sha tarafidan odam ancha yutadi. Endi undan tashqari oilalarni bo'lishda yana usullari ko'p. Bulardan bitta usuli ari oilalarini masalan shu arizorni o'ziga bo'lish. Agar arizorni o'ziga bo'linadigan bo'lsa, bitta narsani hisobga olish kerak. Masalan, arini bo'lgandan keyin qaysi yashikka bo'linsa, masalan bitta yopiq chiqayotgan rasplodidan tanlansa, uni olib yoniga bitta ovqatli, gulchangli, asalli ramkasidan iloji boricha zaxira ovqati bor ramkadan olinadi. Keyin u masalan o'sha atvodkaga kamida 1 ramka yo 2 ramka ari qoqib beriladi. Shunda xo'p, bu nimaga deydigan bo'lsak, arizorni o'ziga bo'linganda arilar uchib chiqadi-da, uchib chiqib eski o'rniga qaytib ketadi. Ma'lum miqdorda eski lyotniy arilar, tashqarida ishlaydigan arilar qaytib o'zining uyiga qaytib oladi. O'shaning uchun biz bo'lgan oilada shuni hisobidan ari kamayib ketishi mumkin. O'shanga biz agar 1 ramka, 2 ramka qoqib beradigan bo'lsak, tezroq har holda o'zini kuchini saqlaydi. 1 2 ramka to'la arisi bo'lsa, keyin unga qanday qilib yangi onani qabul qildirish. Masalan, 2 ramka bo'ldingiz, bitta yopiq urug' chiqayotgan, yonida karmavoyi. Shu bilan endi bunga biz nima qilsak bo'ladi? Yaxshi sifatli g'umbak bo'lsa, eng birinchi variant g'umbak. Asalarilarga eng oson qabul qildiriladigan varianti shu g'umbak qo'yish kerak. Yaxshi g'umbak bo'lsa, oila g'umbakni o'zi chiqarib olgan hisobiga qabul qilishi yaxshi bo'ladi. Keyin g'umbakni qachon qo'yish kerak? G'umbakni kamida 3 kun, 4 kun, iloji boricha 5-6 kundan keyin qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Chunki masalan atvodka qilinganda o'sha ramkada ochiq urug'lar bo'lishi mumkin. Ma'lum miqdorda bo'ladi. 1-2 dona bo'lsa ham bo'ladi. O'sha ochiq urug'dan biz o'zimiz ona chiqaramiz deb bular siz bergan g'umbakni g'ajib qo'yishi mumkin. Agar g'ajimagan taqdirda ham masalan siz bergan g'umbakdan ona ochib chiqqani bilan 1-2 kun yurganda, 1 hafta yurgandan keyin ham uni o'ldirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha bir 5-6 kun yetim tursa yaxshi bo'ladi. Foizi qabul qilish foizi balandroq bo'ladi. U 5-6 kun ichida arilar g'umbagini cho'zib oladi. O'sha atvodka siz g'umbagini bitta qo'ymasdan qirqib tashlaysiz. Keyin o'sha g'umbakni ham oilaga qanday berishda hozir ko'rsatib o'taman. Mana g'umbakni oilaga qo'yishdan oldin mana bunga o'xshagan o'zi maxsus shu g'umbakni oilaga qo'yadigan o'zini narsasi bor. Yo bundan foydalanish kerak, yo bo'lmasa manaqa 5 lik yoki 10 lik shpritsni bir 3 sm, 4 sm joyini kesib bunga qo'yilsa ham bo'ladi. Bu ham yaxshi natija berishi mumkin. Bu bo'lmasa, ikkalasi ham bo'lmagan taqdirda oddiy skotch yoki falga qog'oz bo'ladi, o'sha ikkalasida o'ralsa ham bo'laveradi. Agar g'umbakni to'g'ridan-to'g'ri o'zini qo'yiladigan bo'lsa, oila qirqib qo'yishi mumkin uni. Bu bitta yo'li, agar arzorga bo'linadigan bo'lsa. Agar siz arzorga bo'lmasdan arini masalan kuchliroq bo'lishingiz mumkin, boshqa joyga olib ketadigan bo'lsangiz, kamida bir 3 kilometr nariroqqa olib boriladigan bo'lsa,
unda o'sha отводкадagi lyotniy arilari ham o'sha отводкада qoladi. Ari soni sal masalan ozayib ketmasligi mumkin. Bu holatda ham shu 5-6 kun yetim turish kerak. Ko'proq yetim tursa qabul qilishi osonroq bo'ladi. Endi ozgina vaqt yo'qotasiz. Men o'zim har yil shunday qilaman. 20 aprel atrofida arilarni bo'laman. 5 kun yetim turadi. Men qanday bo'laman? Unaqa 2 ramka, 1 ramka bo'lmasdan birato'la hozir masalan 40 ta oilam bo'ladigan bo'lsa, misol undan bir 30 ta отводка ajrataman. O'rtacha 8 ramka, 10 ramka qoladigan bo'lsa, undan 3 ta to'liq rasplot, keyin 2 ta karmoviy qilib ajrataman. Shunda 5-6 ramka ari bo'ladi. Bu rasplotlar chiqqandan keyin men 5 kun tursa o'sha отводкамga tayyor ungacha 9-aprelda chiqqan matkalarim bor. O'shalar 20 atrofida urchiydi. Bir 5-6 kun tuxum qo'ysa, men arilarimni 20-kuni bo'laman. 5 kundan keyin tayyor plotniy karnikalarni qo'yib, ishim oson bitadi. Bitta yo'li bu ham osonroq variantida. Mini nukleusda tez urchiydi. Unda uni yaxshi tarafi masalan siz отводкаga g'umbak qo'yganingizdan keyin bular katta oilada bo'lganligini hisobiga uchishi sekinroq bo'ladi. Bu ko'p sinovdan o'tgan. Masalan 10 kundan 15 kungacha cho'zilib ketishi mumkin bu katta ramkada arilarni uchishi. Nukleusda tez urchiydi. Ularda arisi ozroq, bechoraroq bo'ladi. O'shaning hisobiga tez urchiydi. Xo'p, endi yana nima? Keyin yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Masalan, sizda 50 ta oila bo'ladigan bo'lsa, siz undan masalan 40 ta 50 ta отводка ajratishingiz mumkin. Umumiy agar nechta oilaga ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, o'sha masalan ko'paytirmoqchi bo'lgan oilangizdan ortiqcharoq 10 ta oilaga bittadan запасной matka saqlash harakatini qilish kerak. Nima maqsadda deyilsa, masalan asalarichi yil davomida arilarda seleksiya ishlarini olib borib, arzorida seleksiya ishlarini olib borish kerak. Bu degani masalan siz hozir ona oilalarni bo'lib ko'paytirasiz, 30 ta отводка qildingiz, 50 ta отводка qildingiz. Bu oilalar hammasi ishga tushdi. Ishga tushgandan keyin masalan hozir aprelda 12si bo'ladigan bo'lsa, iyun oyiga borib matkalarni qay darajada kuchliligi bilinadi o'zi. Xo'p, u qay darajada tuxum qo'ydi, qay darajada asal yig'di, mumpardani tortish qanaqa, qay darajada oilani tortib keta oldi, shunisini hisobga olib, agar masalan bir xilgi matkalar o'sha paytda bilinib qoladi, kamroq tuxum qo'yadi, asal olib kelish kamroq bo'ladi. O'sha matkalarni almashtirib, siz haligi запасной matkangizni uni o'rniga qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Chunki masalan ko'pchilik guvohi bo'lgan 10 ta oilasi bo'lsa, 10 tadan 2-3 tasi aniq yaxshi bo'lmaydi. Qolgan bir 7-8 tasi yaxshi bo'lishi mumkin. Ular yaxshi asal yig'adi, orada 2 tasi yaxshi yig'maydi. Ular qishga ham oz ari bilan kiradi, bahorda ham kuchayib ketish qiyin bo'ladi. O'sha narsani doimiy agar seleksiya qilib, yaxshi ishlamagan matkalarni doimiy almashtirib yurilsa, o'shanda bizdan zo'r erkaklar chiqadi. O'sha kuchli oilalardan seleksiya yaxshi bo'ladi. Umumiy haligi arzorlar hammada shunday ketadigan bo'lsa, juda ham haligi kuchli oilalarni shakllantirishimiz mumkin. Hozir masalan ona ari agar g'umbayni qanchalik sifatli chiqarganingiz bilan qo'shnida bir zoti yaxshi emas, o'sha asalni kam yig'adigan, arini erkagi bilan urishib qoladigan bo'lsa, siz bu yoqda onangiz qanchalik kuchli bo'lgani bilan, lekin uni erkagi bilan urishgandan keyin sizda erkak masalan 50-50 bo'ladi. 50% o'sha yaxshi asal yig'maydigan, yaxshi tuxum qo'ymaydigan oiladan chiqqan erkak bilan urishib qolsa, sizni aringizga ham ta'sir qilishi mumkin, ona aringizga. Agar hamma arichilar o'zini arzorida seleksiya ishlarini olib borib, har yaxshi kuchli oilalarni saqlab, kuchsizlarni yo'qotib, shu tizimga o'tilsa, hamma kelajakda hammada kuchli oilalar, zotdor oilalar, hamma oilani bir xilda qilishga yaqinlashish mumkin-da. O'shanda hali hosil, natija yuqori bo'lishi mumkin. Shu narsani hamma yo'lga qo'yish kerak. Endi tajribalar shuni ko'rsatadi. O'sha asal yig'magan oilalarni saqlab yurishning umuman keragi yo'q. Ular kasaliga tez chalinadi, kana ko'p bosadi, qishga oz ari bilan kiradi, ovqat ko'p rasxod qiladi.
har tomonlama minus. Agar sizda sifatli matka, kuchli oila bo'ladigan bo'lsa, ular kasallikka chidamli bo'ladi. Ovqatni ko'p tashiydi, rasxod kam bo'ladi. Shunaqa gaplar, hasalarchilar. Eng muhimi, qay tartibdagi arilaringiz bo'lsangiz ham sifatli onaga ahamiyat berish kerak. Agar ona arilar g'umbaydan oshib chiqqandan keyin ishchi aridan ozgina kattaroq, sifatsiz bo'lsa, u ona ariga ishonmang. U baribir tortib keta olmaydi. Normalniy matkani gavdasi yirik bo'ladi o'zi. Bo'lmasam, u ko'p tuxum qo'ya olmaydi, natija yaxshi bo'lmaydi. Kimdan g'umbayga oladigan bo'lsangiz ham, albatta zotga e'tibor berish kerak. Keyin shu o'zingizni tabiatingizni bir hisobga olib ko'rish kerak. Qaysi zot sizda yaxshi ishlasa, o'sha zotdan ko'paytirish kerak. Hurmatli asalarichilar, video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib, like bosib qo'yarsizlar degan umiddaman. Barchalaringga omad. Shu ona arilarni ko'paytirib, oilalarni bo'lish mavsumidan hamma yaxshi o'tib olsin. Hammaga omad.